soliq tizimi sodda bo'lishi kerak. Mujmal, qiyin, 2 xil talqin qiladigan, 3 xil talqin qiladigan nima keltirmaslik kerak. Bitta o'qiganda soliq to'lovchi, tadbirkorlik subyekti, buxgalter, boshqa ekspert, o'qituvchi tushuna olish kerak. Ishonasiz, men masalan ham ekspert sifatida ham o'qituvchi sifatida ko'pincha talqin qilib berib o'tiraman o'zim shogirdlarimga, boshqalarga. Ustoz, bu mana bunday deb aytilgan. Yo'q, sen ruschasini qara deyman-da, kodeks. Ruschasiga qara. Sababi ruschasi originalida. Soliq O'zbekistonning mana shu 20-yilda qabul qilingan soliq kodeksi Rossiya Moliya vazirligining NIFI degan instituti bor. Tadqiqot instituti. O'sha institutning xodimlari tomonidan ishlab chiqilgan asosan. O'shalar yozib bergan Shatalov boshchiligidagi ruschada qabul qilingan kodeks. Original ruschada. Haligacha mana Lexus'ni ochsangiz, haligacha xato joylar turibdi. Haligacha. Mana necha yil bo'ldi, hali to'g'rilangani yo'q. Xato joylar turibdi. O'zbek tilida xato joylar turibdi. Misol uchun nima bor? Yakka tartibdagi tadbirkorlik tushumi 100 million so'mdan oshgan paytda soliqning oshgan qismidan aylanmadan soliq o'tadi deydi. Soliqning oshgan qismi degan nima degani u? Tushumning oshgan qismidan deyish kerak. Haligacha to'g'rilanmay turibdi. Bunaqa xatolar juda ko'p. Endi boring ruschasiga qaragan taqdirda ham ayrim joylarda o'zida mujmalliklar bor, boshqalar bor. Shuning uchun ham yozib qo'yibdi. Agar bitta prinsip bor soliq kodeksida, agar qonunchilikdagi ziddiyatlar va noaniqliklar bartaraf qilib bilmaydigan darajaga kelsa, unda masala soliq to'lovchining foydasiga hal qilinsin deyapti. Ya'ni soliq to'lovchi tan olyapti o'zi. Mana shunday ziddiyatlar bo'lishi mumkin deb ko'ryapsizmi?